Korrupsiya hech kimni chetlab o'tmaydi. Davlat va jamiyat taraqqiyoti va hayot sifatiga sezilarli darajada zarar yetkazuvchi eng katta omillardan biri korrupsiya. Naqadar jirkanch va yoqimsiz illat. Bir tomondan juda zararli va yuqumli virus kasalligiga o'xshaydi. 1995-yildan 2005-yilgacha Jahon banki prezidenti lavozimida faoliyat yuritgan James Wolfenson korrupsiya haqida shunday degan: korrupsiya saraton kasalligi kabi iqtisodiy rivojlanishga to'sqinlik qiladi. Shunday ekan, bu atama hech kimni chetlab o'tmaydi. Sababini bir misol tariqasida keltirib o'tamiz. Aytaylik, siz qaysidir davlatning biron bir tashkilot yoki korxonasida oddiy xodim lavozimida faoliyat yuritasiz. U yerda hayotingiz sifatini yaxshilash uchun oylik olasiz. Ammo yer yuzidagi har bir davlatda daromad uchun soliq mavjud. Mashina, uy-joy, hattoki oziq-ovqat uchun ham. Ushbu soliqning ma'lum foiz miqdori davlat g'aznasiga ketadi. Davlat esa bu pullarni xalq manfaatiga bag'ishlaydi. Sizni sog'lig'ingiz uchun qayg'uradigan tibbiyot sohasiga, yashash sharoitingizni doimo ozoda va tartibli saqlashga yordam beruvchi kommunal xizmatlariga, yangi zamonaviy sohalarga o'rgatuvchi ta'lim muassasalariga, keksalikda munosib daromadni ta'minlaydigan pensiya jamg'armalariga va albatta tinchlikni ta'minlovchi va huquqlaringizni himoya qiluvchi organlarga. Bularning barchasi haqqoniy soliq to'lovlari evaziga munosib xizmat qiladi. Ammo davlat g'aznasidagi ayrim xodimlarning fikri o'zgarib, xalq manfaatlarini o'ylash o'rniga o'zining shaxsiy manfaatlarini ko'zlaydigan bo'lsa, yuqorida keltirilgan soha va xizmatlarning sifati pasayishni boshlaydi. Sababi g'aznadan xalq manfaatlariga yuborilishi kerak bo'lgan pullar hajmi sezilarli darajada kamayadi. Buning oqibatida moliyaviy inqiroz tashrif buyuradi. Bepul dori-darmonlar tugashni boshlaydi. Shifokorning oyligi qirqiladi. So'ng bemor bilan turli xil tushunmovchilik va asabbuzarliklar yuzaga keladi. Qolgan kasb va sohalarda ham xuddi shunday g'alayon ko'tariladi. Korrupsiya murakkab ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hodisa hisoblanib, u hech qaysi mamlakatni chetlab o'tmaydi. U demokratik institutlarga putur yetkazadi, iqtisodiy o'sishni pasaytiradi va davlatning poydevorlarini barbod qiladi. Korrupsiyani faqat birgalikda yengish mumkin. Fuqarolar faqat qonun organlaridan emas, qolaversa oddiy fuqarolardan ham hayiqishi lozim. Va albatta, har birimiz poraxo'rlikdan jirkanadigan bo'lishimiz kerak. Korrupsiyaga oid xatti-harakatlar guvohi bo'lsangiz, www.anticorruption.uz saytiga yoki 71 kodi bilan 202 04 02 raqamiga murojaat qiling. Shu kabi mavzular haqida ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting.